السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكن أو كيف حالكم؟ إذا هيا نبدأ. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء يا أرحم الراحمين. آبر المنهج العالمي كتابنين آبر قسمنا يتنشي بابي كيمس الوحدة السابعة. ونين موضوع السفر والمواصلات. سفر و ترانسبورتلار موضوع سيكن. mana kitobga qo'shimcha lug'at qo'yib qo'ydim. Shu kitob ya'ni vaqtida kelgan lug'atlar jamlanmasi. Agar Telegram kanalimga obuna bo'lsanglar, men sizlarga tashlab beraman. Xo'p, ketdik, tanishamiz. Vasola yetib keldi, yetib bordi. Iqla'un degani uchib ketdi, ko'tarildi degani. Yusafiru safar qiladi. Matorun aeroport. Hubutun qo'nish. Yarkabu minish, chiqish. Rukkabun nima desa bo'ladi? Uchib ketadiganchilar bor. Nima derdi? Rukkablar, ya'ni men bitta bor edi, o'zbekchasi kelmayapti. Yo'lovchilar. Mizan, mezon, tarozi. Yastagriqu ma'na vaqt olmoq, sarflanmoq. Yaxtimu pechat qo'ymoq, qo'yadi degani. Tazkiratun bilet, chipta. Yad'u joylaydi, qo'yadi. Rihlatun sayr, safar. Muttajihun ila nimagadir yuzlangan, yo'nalgan degan ma'nolar. Hop, at-tarakibu tarkiblar, ya'ni ikkita so'zdan iborat lug'atlar. Umratun mutaqabbalatun qabul bo'ladigan, umra tilayman degan ma'noda. Tilak bu. Keyingisi javazu safar, pasport, safar hujjati degani o'zi. Solatul intizor, ya'ni kutish zali. Al-xututul javviyya, havo yo'llari, xutut. Jihazu taftish, taftish jihozi, ya'ni tekshiruv o'tadi-yu, chamadonlar ich orasidan shunaqa. Yoki men tilamda tekshiradiysizlarni tayoqchasi bilan, o'sha narsa bo'lishi ham mumkin. Muazzaful aman, security, ya'ni qo'riqchi. Maq'adut to'ira, samolyot o'rindig'i. Bawwabatud dukhul, kirish eshigi, darvozasi. Demak, hayya nibda. Keyingisi, xo'p, mana shu o'rgangan so'zlarimizga ko'ra mashq ekan. Tadribatul mufradat, yakka so'zlar mashqlari deyapti. Avvalan da'raqmal kalimati amama suratil munasib. Munosib rasm to'g'risiga raqam, so'zning raqamini qo'ygin deyapti. Mana raqam bergan. Matorun aeroport deylu. Mana menga 1 qo'yasizlar. Va hokazo, qolganlari o'zingizlarga. Keyingi sahifa. Salisan ixtaril kalimatal muxtalifa, farq qiluvchi so'zni tanlagin deyapti. Javazun, sa'atun, musafirun, tazkiratun. Qaysi birisi mana shu komandaga sal farq qiladi, o'shalarni tanlaysizlar. Bittasi xatoda, o'shalarni belgilab tanlaysizlar. Keyingisi. Salisan, uchinchidan sil baynal mufradi val jam. Yakka so'z va birlik va ko'plikni bog'lagin, sil qilgin, bog'lagin deyapti. Tazkiratun, tadakiru, ko'pligi biletlar. Mana shu tariqa belgilaysizlar. Robi'an, 4-dan silil fi'la bil jumlatil munasiba, munosib jumla bilan fe'lni bog'lagin deyapti. Endi fe'l. Yarkabu nimaga mos tushishi mumkin? Yarkabul musafirun at-to'ira. Safar qiluvchilar samolyotga chiqdi, mindi degan ma'noda. Va hokazo, ular ham uyga vazifalarga. Ana endi dialogchalar kelayotgan ekan. QR kodini skaner qilib eshitasizlar. Men hozir o'zim o'qib tarjima qilib beraman.
ijroatus safar, safar jarayonlari. Al-ibn, al-abu o'rtasidagi dialog ekan. Ota va o'g'il. Mata iqla'u toyrati yabi. Ey otam, samolyot uchishi qachon deyapti. Fi saati thaminati masaan. Kechasi soat 8da deyapti. Va mata al-audatu va qaytish qachon deyapti. Ba'da usbu'in, 2 haftadan keyin fi saati al-ashirati sabahan. Tongda 10da, soat 10da. Tasilu saliman inshaalloh. Yetib kelasiz salomat inshaalloh deb tilay bildiryapti. Amin deyapti. Hatil haqibata min sayyaratil ujra. Sayyaratil ujra degani taksi, ya'ni haq to'lanadigan mashinadan so'zma so'z tarjima qilsak, sumkani keltir deyapti. Hadi. Tafaddal ya abi, marhamat ey otaginam, umratun mutaqabbalatun inshaalloh. Umrangiz qabul bo'lsin inshaalloh deyapti. Tasil bi indama tasil. Ittasil degani aloqaga chiqing deb buyruq beradi. Ittasala yattasilu fe'li. Menga telefon qiling degan ma'noda o'zi. Ittasil bi, menga telefon qiling. Indama tasil. Qachonki yetib borsangiz, yetib borgan vaqtingizda menga telefon qiling aslida. Keyingisi inshaalloh taala ma'assalama, inshaalloh ko'rishguncha xayr deyapti. Keyingisi inda bawwabati dukhul, kirish darvozasi oldida. Muvazzaful amni, ya'ni qo'riqchi, kutib oladigan qo'riqchi nima deyapti? Da'il haqoiba ala jihazi taftish, taftih jihoziga, tekshiruv apparatiga sumkalarni qo'ying deyapti. Wal ashya'a shaxsiyata fi sunduq, shaxsiy narsalar esa sandiqqa deyapti. Musafir, safar qiluvchi deyapti. Hasanan, yaxshi, xo'p deyapti. A'tini tazkirata va javoz as-safari min fadlik. Chiptani va pasportni bering. A'tini menga bering. Min fadlik, iltimos. Tafaddal, marhamat. Kam haqibatan ma'ak. Sen bilan birga nechta sumka bor? Ma'i haqibatun vahidatun, men bilan bittagina chamadon bor. Da'ha alal mizan min fadlik, uni taroziga qo'ying iltimos. Tafaddalil javaza, marhamat, pasport. Va hadhihi tadhkiratu, va bu chipta deb qaytarib beryapti. Fiha raqmur rihla, va unda safar raqami bor deyapti. Va solatil intizor, va kutish zalini raqami ham bor deyapti. Shunga qaytaveradi. Va maq'adil to'ira, va samolyot o'rindig'ini raqami ham bor ekan. Izhab ila dobit, nima? Izhab ila dobiti li taxtimal javoz. Xo'p. Dobitga borgin deyapti, shu ishchi. Oldiga borgin deyapti. Nima uchun? Pasportga pechat qo'yish uchun. Al-musafir, shukron lak, rahmat sizga. Rihlatan saida, shod safar tilab qolaman deyapti. Endi shunga doir mashqlar. Avvalan ixtaril javob as-sahih, birinchidan to'g'ri javobni tanlagin deyapti. Zahaba al-abu ila al-matar bi sayyarati al-ujrati bil hafila bil qitar. Taksida bordimi, avtobusda bordimi, poyezdda bordimi tanlaysizlar. Va hokazo, shunga mos mana nuqtalar o'rniga bittasini tanlaysizlar. Thaniyan, ikkinchidan do alamati sahih aw alamati xato bihasbi ma qara'ta. O'qiganing hisobiga ko'ra xato yoki to'g'ri belgisini qo'ygin deyapti. Safarol ibnu ma'a abihi, o'g'il otasi bilan birga uchdimi? Yo'q, x qo'yasizlar. Va hokazo, shunga yarasha. Salisan, uchinchidan ajib anil as'ilatil atiya, quyidagi savollarga ajib, ya'ni javob bergan deyapti. Maza talabal ibnu min abihi, o'g'il otasidan nimani talab qildi, nimani so'rab qoldi? Va otasidan telefon qilishini so'rab qoldi. Misol uchun uchinchi shaxsga nisbatan javob bersa bo'ladi.
قال ibn aytdiki ittasil bi menga telefon qiling indama tasil yetib borganingizda. Shu tariqa javob bersanglar bo'ladi. Keyingisi robi'an to'rtinchidan rattibil ahdathal lati qama bihal musafir. Musofir unda qoyim bo'lgan ya'ni voqelikni tartiblagin. Xo'p. Mana sizlarga jumlalar bergan voqelik sharhini, o'shani birinchi, ikkinchi qilasizlar. Misol uchun az-zahabu ila al-matar. Birinchi aeroportga bordi. Undan keyin nima jarayon bo'ldi? Tartiblaysizlar. Keyingisi xomisan 5-dan silil kalimata bima yunasibuha munosiblikka ko'ra so'zni bog'lang. Javaza safar. Safar pasporti. Al-xututu javiyya havo yo'llari va hokazo. Sadisan 6-dan silil jumlata bima yunasibuha unga munosibligiga ko'ra jumlani bog'lang. Endi jumla zo'r mashq ekan. Naqulu lil musafir uchun nima deymiz? Aytamizki mana yerda nima deymiz? Rihlatan sa'idatan. Shod safar tilab qolamiz deymiz musofirga nisbatan. yoki duaun naquluhu liman yadhhabu lil umrah. Kimki umra uchun ketsa, unga nima deb aytamiz? Nima deb duo qilamiz? Umratun mutaqabbala. Qabul bo'luvchi umra tilab qolamiz va hokazo. Ularni o'zingizlar tanlaysizlar qolganini. Keyingisi al-istima' wal fahm. Bu keyingi darsda inshaalloh. Idan intaha darsuna. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك تصبحين على الخير. مع السلامة.